Assalomu alaykum qadrli hamkasblar. Matbuot anjumani davom etadi. Endi sizlar bilan muloqotda OKMK jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov bo'ladilar. Bugungi o'yinga sizga bahoyingiz. Aynen o'yin keladigan bo'lsa, juda ham muxlis bor o'yin bo'ldi. Zerikishgani yo'q. Chirish ochiq o'yin bo'ldi. O'sha gapim futbolda momentli uchun gol vermaydi. Uchun o'sha yaratilgan vaziyatlardan to'g'ri foydalanib, unumli foydalanib urish kerak. Ikkinchi bo'limda yaratgan sharoitlarimiz menimcha yilning oxirigacha yetsa ham kerak. Hozirgi kunda bunaqa vaziyatlar yaratish hamma o'yinlar kurashli bo'lyapti. Unaqa ko'p vaziyat yaratib bo'lmaydi. O'shaning uchun ham shu narsa ko'ramiz endi. Urish kerak edi. Birinchi bo'limimizda urish kerak edi. O'sha Hazratda ham bo'ldi. Endi boshqatdan ko'rib chiqqandan keyin lekin Buxoroda ham 5 100%. Hali 5 ta emas, 4 ta deydi. O'shandan foydalanish kerak edi. Negadir oxirgi o'yinlarimizda bunday o'ylab qarasa, Nasab bilan ham yomon harakat qilganimiz yo'q, qolaversa. Vaziyatlar yaratyapmiz juda ham ko'p, lekin ura olmaymiz. Shu boshqa hozir bir narsa deyish qiyin, o'yinni boshqatdan ko'rib chiqib bir xulosaga kelamiz. Assalomu alaykum assalom. OKMK jamoasiga ketma-ket 3 ta mag'lubiyat keyingi o'yinlarda qanchalik jamoa muvaffaqiyatiga ta'sir qildi? Bunga endi baribir hammamiz insonmiz, kimgadir ta'sir qilishi mumkin. Lekin bunga yo'l qo'yilmaydi. Nimaki bundan to'g'ri xulosa chiqarib hayot davom etadi. Yanada harakat qilish kerak shu. U bilan tushkunlikka tushib o'tirsa hech kim chetdan kelib qo'lini uzatmaydi. O'zimizni shu vaziyatga tushdikmi, o'zimizni jamoaning ichida kuch topib, to'g'ri xulosa chiqarib, to'g'ri yo'nalishda ketishimiz kerak bo'ldi. Bo'ldi savollar. Rahmat. Keyingi o'yinlarda omad. Rahmat, sog' bo'linglar.